Yog'lari bilchillab ko'ngilga tegmaydigan iftorlik uchun yengilgina salat retsepti. Bu salat bejizga trendga chiqmabdi. Tayyorlanishi oson, mazasi esa juda ham xushxo'r bo'lar ekan. Baqlajonni parak qilib to'g'rab, tuzli suvga bo'ktirib, biroz tingach, olib lisga shu ko'rinishda joylab, ustidan qirg'ichdan chiqarilgan sirni sepamiz. 180-190 gradusda pishirib olamiz. Yaxshilab sovib olgach, orqa tarafini o'girib, pergamentni ko'tarib olamiz. Baqlajon yog'da qovurilmadi, quruq bo'lib qolmasligi uchun labne tvorojniy siriga modalangan chesnokni solib aralashtirib, bir tekisda surib olamiz. Bu salatga ukrop o'zgacha ta'm beradi. Ustidan yupqa qilib kesilgan pomidorni joylab, rulet ko'rinishida o'rab olamiz. Chiroyli, mazali, yengil hazm bo'ladigan salat retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang. Iftorda somsa, saharlikda esa nonushta. Lavash xamiriga tuxumni chaqib surtamiz va ustidan eriydigan sirni qirg'ichdan chiqarib sepib, ismaloqni ayamasdan solib taxlaymiz. Bu iftorda somsadek ketsa, endi saharlik uchun nonushta. Birinchi jarayonni takrorlaymiz. Endi ismaloq o'rniga yumshoqqina varyoniy kolbasani qirg'ichdan chiqarib sepamiz. Chetlarini ko'rsatilgandek qilib taxlab, to'rtburchak ko'rinishga keltirib olamiz. O'rtacha olovda tovada ikki tarafiga sariyonni suramiz va pishirib olamiz. Ikkisi birda retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilib, iftorga nima tayyorlasam ekan deb o'ylanib o'tirgan ro'zador tanishingizga videoni yuborib qo'ying. Xamir qormasdan, xamir yoymasdan iftorlikka tez tayyor bo'ladigan go'zlama retseptiga nima deysiz? Videoga like bosib, retseptni saqlab olishni unutmang. Tovaga o'simlik yog'i solib, madiroq to'g'ralgan piyozni kuydirmasdan pishirib olamiz. Ramazonda ayni kerak vitaminga boy bo'lgan ismaloqni to'g'rab, tuz sepib, 1-2 aylantirib, olovni o'chiramiz. Endi xamirni tayyorlaymiz. Idishga tuz, suv, o'simlik yog'ini quyib aralashtirib, ustidan elangan unni solib aralashtirishda davom etamiz. Qattiq qizib ketmagan bo'linchiq tovasiga quyib, ko'rsatilgandek qilib bir tarafini pishirib aylantiramiz. Xamir yarmigacha ismaloqli massamizni solib tekislab, ustini yopamiz. Chetlarini lopata yordamida bosamiz va aylantirib sariyog' suramiz. Shu tariqa har ikkala tarafiga sariyog' surib qizartirib olamiz. Iftorlikka yarim soat vaqtingiz qolgan bo'lsa ham albatta ulgurasizlar. Mazali go'zlama retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilib, Ramazonda yaqinlarga tayyorlab beringlar. Ramazonda iftorlikka va saharliklarga somsadan ham zo'r ketadigan piyozli qatlama retsepti. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Un, droji, tuz, suv solamiz va xamir qoramiz. Xamir oson yoyilishi uchun tindirishga olib qo'yamiz. Nachinkasi uchun tovaga yog' solib, piyozimizga tuz sepib, o'lgunicha qovurib olamiz. Piyozni tovadan ko'tarib issiq paytda ko'k piyozni solamiz. Tingan xamirimizni o'qlov yordamida yupqa qilib, katta qilib yoyib olamiz. Patir mazali bo'lishi uchun xona haroratida yumshab turgan anchor sariyog'lardan surtamiz. Ustidan piyozli nachinkamizni yoyib, ko'rsatilgandek qilib o'rab olamiz. Piyoz hamda ko'k piyoz qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik mazali bo'ladi. Xamirni o'qlovdan ajratamiz, ko'rsatilgandek qilib tortib o'raymiz va paketga solib 2 soatga xolodilnikka yuboramiz. Biroz qotib olsa, kesish ham, yoyish ham oson bo'ladi. Kesib olgan xamirni 2 pergament o'rtasiga qo'yib, chiroyli qilib yoyib olamiz. Ustiga tuxum sarig'i surib, pechda pishirib olamiz. Qarsillab patirlarimiz tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang. Nimaga oldinroq shu retseptni tayyorlab ko'rmadim, devordim mazasiga gap bo'lish mumkin emas. Qozonga o'simlik yog'i solib, qizigach unni solib aralashtirib, tuzlangan tovuq oyoqchalarini solib 20 daqiqa davomida qovurib olamiz. Shunaqa qarsildo mazali bo'lar ekan, ovozini videoda eshitgan bo'lsanglar kerak. Bir zumda retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang.